Naqshbandiya tariqatidagi rabitaning hukmi nima? Savol. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Naqshbandiya tariqati manzil jamoatidagi bir murid bilan tanishib qolgan edim. Bir kuni sham namozidan keyin u bir haza o'ltirdi. Nima qilganini so'rasam, rabita deb uni mundaq tushundirdi. U shayxini nur ishida tasavvur qiladi ekan va shayxidan Allohning shayxiga bergan nurini o'ziga berishini so'raydi ekan. Va bir nurining shayxidan chiqib peshonasidan kirib badaniga yeyilganligini tasavvur qiladi ekan. Hammasi tasavvurida bo'ladigan bu ish bak g'ayri to'yildi. Ya'ni shayxiga Alloh nur berdi desakmi, u buni xalqqa beralamdi degandek savollar tug'ildi. Yana kelib, u o'zi bu ishning dalilini bilmaglik. Buning hukmi nima? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamsonalar Janobi Allohga bo'lsin. Durd va salomlar payg'ambarimizga, o zotning oila tavobatlariga va ashablariga va o zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Rishta yoki aloqa yoki munosabat ma'nosidagi rabita yoki yuzlanish ma'nosidagi tavajjuh deb atalgan bu xil ibodat usuli shariat ko'rsatmagan bid'at usullarining biri. Imom Rashid Rizo Manarda tavajjuh bilan rabita islom ibodatlaridan emasligini, uning yo'lliq ibodatligiga dalil yo'qligini, uni o'z oldiga bir ibodat qilib olganlar shirkka berib qolganligini xulosalab mundaq degan. So'zning xulosasi shuki, tavajjuh yoki rabita islom ibodatlaridan emas. Uning yo'lliq ekanligiga mu dalil yo'q. Uni o'z oldiga yo'lliq bir ibodat qilib olganlar Alloh taolaning bu so'zi qatoriga kirib qoladi. Yoki ularning Alloh ruxsat qilmagan ishlarni din qilib bekitgan ma'budlari bormi? Shura surasi 21-oyat. Shuningdek, bu yana Allohning harom qilingan narsalarning asos usullari bayon qilingan mono so'zi qatoriga kirib qoladi. Aytqanki, Parvardigorim faqatla oshkora va yoshirin yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, nohaqcha qilishni, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga sherik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalaymaqan so'zlashni harom qildi. A'rof surasi 33-oyat. Imom Rashid Rizo yana tasavvuf imomlari va kattalarining mazkur faoliyatni dindan deb qarmaydiganligini, bu ishni faqat ba'zilarning psixika jihatdan o'zini tunishning bir vasilasi sifatida qarab kelganligini ilgari surgan bo'lib, navoda Naqshbandiya tariqatidagi va boshqa tariqatlardagi muqallid avomlar bu ishlarni aniq bildiganlarning maqsadini bilmasdan, buning tashqi ko'rinishiga eslab olib qolsa, azg'unlikqa va aniq ya yoshirin shirkka duchor bo'lganligini, bu sababdan ularning bu ishlardan saqlanishi kerakligini, tavhid aqidasining jumlasidan pirlar, valilar, hatto payg'ambarlarning qo'lidami foyda ziyon yo'q ekanligini, shuning bilan birga rabita gapini qilgan ba'zi solihlarga qarata yomon o'yda bo'lmay, ularning maqsadini to'g'ri tushunish, shundaqla ularning dinda hujjat emasligini, Alloh taolaga osiylik qilishga yotadigan ishlarda ularga itoat qilsa bo'lmaydiganligini e'tiqod qilish kerakligini bayon qiladi. U bu haqda mundaq deydi. Shariatda uning dinda talab qilingan bir ibodatligiga dalil bo'lgan bo'lsa edi, u dinning javhari bo'lgan Allohga ibodat qilish va uni tunish bilan munosabatli ish bo'lg'achqa sahoba va tabiinlar uqmay qolmas edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningga buyurgan, amal qilgan va uningdan mutawatir shaklda rivoyat qilingan bo'ladi. Ma'lumki, Shayx Rashid Rizo burun Naqshbandiya tariqatida bo'lgan. Bu sababdan bu olimning so'zini tariqatni tushunmay gap qiladi deb rad qilishga bo'lmaydi. Imom Rashid Rizo Kuala Lumpurdan bu vaqtda so'ralgan savolga javob berishdan burun mundaq degan. Agar men bu masalada haqni bayon qilishga men eng loyiq va haqli kishilardan biri desam, o'zimni rostchil deya olmayman. Bu borasida sababni bayon qilib qolsam, insofliq har bir aql bunga ma'qul keladi deya olmayman. Bundaq deyilishimning sababi shuki, men Naqshbandiya tariqatida suluk tutib, uning maxfiyatliklarini va eng maxfiy inchik sirlarini bilganman. Tasavvuf dengizini kechib, uning cho'nqurliqidagi unchi marvoyatlarni, do'lqinlari qirg'oqlarga achqib tashlaydigan toplarni ko'rganman. Oxir berib, men dinda yo'l tutishda salaf solihlarning yo'liga berib to'xtadim va uningga zid kelgan ishlarning aniq azg'onliq ekanligini bildim. Buningga shariatdan dalil yo'qligini Naqshbandiya tariqatidagi mansub olimlardan Imom Alusi Ruhul Maani tafsirida bayon qilgan va mundaq degan.
Naqshbandiya tariqatidagilar Rabitaning barakati bilan qalb o'ziga qo'yiladigan ilohiy iltifotlarga tayyor bo'lish uchun Rabita gapini qilgan bo'lib, shariatni belgilab berguvchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yoki uning xalifalari radhiyallohu anhulardan uni isbotlash uchun tayanig'idek biror dalil borligini bilmayman. Bu mazmunni Imom Rashid Rizomi yuqorqi fatvosida Imom Alusiydan naql olib keltirgan. Ma'lumki, Imom Alusi Xolid Naqshbandiyning shogirdidir. Xolid Naqshbandiyga mazkur Rabitani isbotlab yozgan bir risola mansub qilingan bo'lsa-mu, lekin amaliyotda bu risola intayin tuvan saviyat yozilgan bo'lg'achqa, yozilish uslubi jihatdan bu risola Xolid Naqshbandiyning ismida ma'lum maqsadda boshqalar tarqatgan risola bo'lish ehtimolligi cho'ng. Qandaqla bo'lmasin, u risolada Rabitaning shakli, sharti va yoki boshqa tuzuk ma'lumotlar kelmagan. Shundaqdimi, bu risola ilgari tasavvuf sohasida tuzuk tilga ilinmaydigan Rabita masalasini qo'zg'atgan. Naqshbandiya tariqatidagilar keyincha bu ishni yo'g'antib, alohida shakl paydo qilib, Muridning adab qoidalaridan qilib olgan va Zamaxshari, G'azali, Akmaliddin, Sahrovardi, Ibn Hajar va Suyutilarning so'zlaridan Rabitaga munosibatsiz naqllarni keltirib, Rabitani isbotlashga kuchab baqqan. Taxiyana ba'zilar oyat va hadislardan dalil izlab, buni xuddi oyat va hadisda ko'rsatilgan zikr va ibodat usuli qatoriga tizishga urinib, behuda avora bo'lgan. Halbuki biz yuqorida bayon qilganimizdek, ilgirki tasavvuf kattalaridan bu xil Rabita to'g'risida to'xtalganlar yo'q. Faqatla Hijriya 11-asrda o'tgan Naqshbandiya shayxlaridan Tajuddin ibn Zakariya al-Hindiyning Naqshbandiya tariqatining adab qoidalari haqida yozgan risolasida ozgina ma'lumot kelgan. Bumi uning keyinchi paydo qilinganligini ko'rsatadi. Imom Rashid Rizoning yuqorqi tasavvuf imomlari va kattalari uni dindan deb qaramaydiganligi degan so'zini kuchlantirdigani shuki, yaqinqi zamon mutasavviflaridan Shayx Muhammad Said Ramazon al-Butimo bu vaqtda so'ralgan bir savolga mundaq javob bergan. Imom Rabbani Maktublar nomli kitobida zikr qilguvchi zikriga o'ltirganida Allohni zikr qilishiga boshqa har qanday maxluqni qatib zikr qilishi durust emas deb bayon qilgan. Dar haqiqat tasavvuf peshvolardan Al-Junayd, Jilani yoki Dosuqiylarga o'xshagan ilgirkilardan Rabita to'g'risida biror tavsiya topilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga Allohni zikr qilish uchun tayyorlik ko'rib, meni o'ylab, andin Allohni zikr qilishga kiringlar demaganligi bu ishning dinga munosibatsizligini ko'rsatdi. Alloh taolo: "Agar sizlar Allohni so'yadigan bo'lsanglar, menga ergashinglarki, Alloh sizlarni so'ygay." Al-Imron surasi 31-oyat. degan oyat orqali payg'ambarga ergashishni Allohni so'yishning alomati va belgisi qilib ko'rsatgan. Hindiston ulamolaridan dunyoga tunilgan va Hijriya 1307-yil vafot bo'lgan fazilatlik Amir Shayx Muhammad Siddiq Hasan Xon al-Qinnavji rahmatullohi alayhi Iroqning muftiysi Imom Alusi rahmatullohi alayhining o'g'li Nu'man hazratlarining Naqshbandiya tariqatidagilar qilib kelayotgan Rabita hukmida janoblari qanday qaraydilar? Uning Qur'on va hadisdan kuchli asosi bormi yoki u paydo qilingan ish bo'lib, ba'zi danishmanlarning ijtihodimi degan mazmundagi savolga mundaq javob bergan. Rabita masalasiga kelsak, uning munkar bid'atlardan ekanligi o'zlariga ma'lumdir. O'z zamonasining muhaddis allomasi Shayx Ahmad Valiyulloh Dehlaviy hazratlarimi Al-Qawlul Jamil degan kitobida aniq qilib uningdan to'sqan. Shayx Siddiq Hasan Xon yana so'zini davomlashtirib, Shahid Allama Muhammad Ismoil Dehlaviy hazratlarimi Farscha yozgan Siratul Mustaqim degan kitobida Qur'on va hadisdan azroq ilm egillagan kishiga nisbatan bu Rabita shirik yetadiganligi aniqdir degan. Men Shayx Siddiq Hasan Xon deymanki, pir mayli kim bo'lsa bo'lsin, bizning qalblarimizni pir bilan bog'lash bilan nima ishimiz? Qalblar degan yaratquchisiga bog'lanadi. Dillar Allohni yod etish bilan aram topmamdi. Ra'd surasi 28-oyat. Yig'ib aytsak, bu masala to'g'risida ilgirki va keyingi mashayixlardan bir to'pi gap so'z qilgan bo'lsa-mu, u shaksiz bid'at ishlardandir. Uning hukmi mutasavviflar Qur'on va hadisdan dalili yo'q holda paydo qilib olgan boshqa barliq bid'atlarning hukmidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bizning shariatimizda yo'q har qanday ish rad qilinadi. Har qanday bid'at azg'unliq, har qanday azg'unliq do'zaxda degan mashhur so'zlari buningdek bir bid'atni rad qilishda kifoyadir. Tavfiq Allohdandir.
İmam Hasan al-Banna rahmetullahi alayhi tasavvuf tariqatlaridagi bu rabita mazmunini isloh qilib, duoga qo'l ko'targanda qarindosh va yaqinlarini o'ylab, ularga duo qilish usulini o'ttirg'a qo'ygan va buni virdi rabita deb atagan. Balkim bu tariqatlardagi bid'at rabita usulini to'g'ri tarafga qayrib tuzitish bo'lsa kerak. Yuqorqi oyat va hadislar shundaqla Imom Rashid Rizo qatorliq Naqshbandiya tariqatini eng yaxshi bilgan ishonchli olimlarning bayonlaridan shuni xulosalaymiz-ki, Naqshbandiya tariqatidagi rabita deb atalgan bu xil ibodat usuli shariat ko'rsatmagan bid'at usullarining biridir. Uni o'z oldiga bir ibodat qilib olganlar Imom Rashid Rizo degandek shiriki berib qoladi. Vallohu a'lam bis-savob. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatullah. Fatvolar majmuasi 2-tom. 117 nomerlik fatvo.